Sizlarga yoz bitta ochiq haqiqat aytmoqchiman. Aytmasam bo'lmaydi. Aytsam qonun negativlar to'lib ketadi. Sayohatga chiqishimdan oldin meni pulim bor, ota-onam bor, mashinam bor, farzandlarim bor. Alhamdulillah, menga hech narsa kerak emas. Sizlar uchun bu sayohat qiziq bo'ladi degan umidda edim, katta umidlar bilan chiqdim. İnsongacha nima kerak? Pul, boshqa narsadan yordam kerak emas. Menga shunaqa haddesha qilib, like bosib, ko'proq motivatsiya berib tursanglar, xudo xohlasa oyog'im og'riydi, boshqa yerim og'riydimi, yurishga harakat qilardim. Chunki Andijonda qolsam, bo'lmag'ur videolar olib olishim mumkin edi. Nima ham dersiz? Bir haddesha qilib turinglar, to'g'risi insonning yurgisi kelmay qolar ekan. Nima bo'lsa ham bo'pti, bo'lar ish bo'ldi. Kecha safarimizni 2-kunini shu joyda tugatdim. 3-kunini shu joydan boshladim. Ko'ringlar-da, sayohat bitta men uchun emas, sizlar uchun qiziq ham bo'lishi kerak edi. Andijondan Qirg'izistonning Issiqko'liga sayohatimiz 3-kuni davom etmoqda. Sizlarga ham qiziq bo'lsa kerak degan umiddaman bu videoyim. Andijondan kelyapti, abed mahalda bitta sabzi yegan bo'yicha vaqti ovqatlanmadim. Sayohatda yursiz, bitta o'zingiz yolg'iz qoningiz ham ochmaydigan, faqat chanqaysiz ekan. Hozir shunaqangi chiroyli tabiat qo'ynida abed, zavtrak, ujin bitta o'lyapti. Mana ular menyu. Eng qizig'i shunaqangi issiq havoda konsertda o'tirsangiz shunaqangi yoqar ekan. Mashalloh, tabarakalloh. Kelinglar, birgalashib abed, ujin, zavtrak qilamiz. Andijondan Qirg'izistonga Issiqko'liga safarimiz 3-kuni davom etadi. Andijonliklar achchig'i kelib qolsa, squash bilan tashlab yuboradi kanalga. Avro toshib qoladi. Ay! Hayati tuğu mu? Ha? Kara gözünden bakalım. Ha! Muzday bo'ldi, endi sayohatni boshlayapti. Andijondan Qirg'izistonning Issiqko'liga sayohatimiz 3-kunini o'z nihoyasiga yetkazmasak bo'lmaydi. Chunki juda ham qorong'u bo'lib ketdi, hech kim yo'q atrofda. Xudo xohlasa bitta mashina to'xtatmasam, to'g'risi jonimni ham qiynab yubordim. Aka, olib keting, iltimos. Aka, olib keting, iltimos. Aka, olib keting, iltimos, aka. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Rahmat. Aka, men o'zim Andijondanman. Issiqko'lga sayohatga chiqdim. Aka, bu yerlarda nima uylar qaylim olsam videoga aka? Ashunga bir malol kelmasa bir yo'lgacha olib ketaverasizmi aka? Bir masjidgacha o'rmi? Pireval tugamayapti aka Qirg'izistonda aka. Ayollarim ham ancha olib ketdi, iltimos ekan. O'zim yaqin o'rtada masjid bormi yo'qmi? Yo'qmi? Video olsam maylimi aka? Bo'ladi. Hali o'zim kontent durust ketaman-da.